Mashalloh degan joyga kelgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan 15-oktyabrda ekilgan Neva F1 bodringlarimizni bugungi holatini ko'rib chiqamiz. Salkam 7-oyga qarab ketyapti. Hosildorliklarini ko'rishingiz mumkin. Endi barg orasida biroz sizlarga ko'rsatish qiyinlik tug'dirishi mumkin. Hozir ochiqroq joyda ko'rib chiqamiz. Mana har bir palakda o'rtacha hisobda 4 ta 5 ta meva hozirgi kunda ham solib turibdi. Bu kokos proyektimiz 3-yil sinovdan o'tyapti. Boshida kamgina joyini qilib ko'rgandik. O'tgan yili 7 sotix maydonni qildik. Bu yil 50 sotix maydonni polnosti kokos proyektiga o'tkazdik. Kokos proyektimiz yerimiz yomon bo'lgan joyga hosildorlikni yaxshilash uchun qilingandi. O'zini bir necha barobar oqladi. Mana hurmatli obunachilar, har bir palakda kamida teriladigan 4 ta 5 ta meva mavjud. Pastlaridan ham meva urib chiqargan. Sababi chikankalaganmiz. Chikankalangandan keyin o'sish to'xtaydi va mana bu yerdan yon shoxalardan bodringlar urib chiqaradi. To'g'ri, palagimiz qarigan, sifatsiz mevalar beryapti desak ham bo'ladi, lekin bu yoshdagi holati juda ajoyib. Chunki palak oktyabrdan to aprelni yarmigacha kelgan, yana xudo xohlasa maygacha tortadi. Bu juda katta natija. Xorazm viloyatida ayniqsa, balkim vodiy tomonlarda, tog'lik, namlik bor joylarda bodring ko'proq yashashi mumkin, lekin Xorazm viloyatida issiqlik balandligi sababli palak tez qarib qoladi. Shuning uchun bunaqa saqlash juda qiyin. Bizning ham amaliyotlarimizda asosan 15-aprelgacha terganmiz, keyin palakni qo'parib tashlaganmiz. Lekin bu yil alhamdulillah bu palaklar har yilgidan ham ko'proq vaqt hosil berib turadi degan umiddamiz. Marra mayni boshigacha palaklarimizdan yaxshi hosil olish. Hosilimiz sifatlari biroz buzilgan bo'lsa ham, shu uchun biz bu narsadan zerikmaymiz. Sababi bu palaklar o'zini natijalari, misol uchun, normasidan o'tib bo'ldi. Yaxshi tonnalarni berib, yaxshi hisob kitoblarni, summalarni kirgizib berdi. Endi bu yog'i inshaalloh padarka. Biz kutmagandik. Bu 15-aprelga bunaqa sostoyaniyada keladi deb. Alhamdulillah bodring palaklarimiz har yilgidan ham yaxshi yetib keldi bu yil. Kokos proyektimiz o'zini yana bir bor oqladi. Kelasi yil buni kengroq masshtablarda qilamiz yana. Sababi bu gidroponika ham deb bo'lmaydi, yer ham deb bo'lmaydi. Sababi hozir yerga ildizlar o'tib qolgan, hurmatli obunachilar. Bu gibrid usuli desak ham bo'ladi. Elektromobillarning gibridi bo'ladi-ku. Ana shuni dehqoncha ko'rinishi. Mana ildizlari zo'r. Bu ildizlar yerga ham o'tgan. Agar biz ozuqa moddalarni yetishtirib bera olmasak, bemalol yerdan ham ozuq moddalarini o'zlashtiradi, hurmatli obunachilar. Bizni Instagramdan kuzatib borayotgan obunachilar, barchalaringizdan qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz. YouTube'da ham aktivligimizni sekin-sekin tiklayamiz. YouTube'da avvallari Uzagro kanal deb chiqardik. 3000 ga yaqin obunachimiz bor edi. To'satdan bloklanib qolganligi sababli kanalimizni qaytadan ochishga majbur bo'ldik. Hozirda kam-kam videolarni joylab boryapmiz. Sizlardan ham shu YouTube kanalimizga agroponika yoki Uz agroponika kanaliga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Hurmatli obunachilar, natijalarni yana sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Bizni kuzatib borishda davom eting.